qarang. Biz sizlar bilan buni qanday o'rgangandik? Mana bu birinchisini alfa, ikkinchisini beta deb formula bo'yicha ochib chiqarilgan. To'g'rimi? Har bittasini xoshdan ochib chiqsam oson bo'ladimi? Yo'q, endi qisqaroq shuni o'rganamiz. Qarang. Sinus, sinus bo'ladimi? Kosinus bo'ladimi? Tangens bo'ladimi? Kotangens bo'ladimi? Sinus pi taqsim 2, ya'ni ikkili ifodani ko'rganda har doim kosinus o'zgaradi. Ya'ni nima bo'lib qolar ekan? Kosinus alfa. Tushunarli? Nimaga alfa yozildi? Chunki mana alfa turibdi-da. Endi biz beta deyapmiz. Tushunarli? Bu qisqaroq usuli. Ya'ni sinus pi taqsim 2 ni ko'rganda nimaga o'zgaradi? Kosinusga. Endi qisqa qilib kosinus alfa deb qo'ysak bo'ldi ekan. Hozir siz aytdingiz-ku, kosinus, tangens, kotangens. Shu hammasi kosinusga o'zgaradimi? Tangens, kotangensga, kotangens, tangensga. Kosinus sinusga, sinus kosinusga o'zgaradi. Ularni ko'ramiz. Tushundingmi? Endi qaranglar, biz ishorasini hal qilishimiz kerak. Sinus mana qarang, pi taqsim 2 ga yurdi, 90 ga. Minus alfa degan ozgina orqaga qaytadi. Bu yerda sinus ishorasi nima? Demak, mana bu oldiga kichkinagina plus qo'yib qo'yamiz. Qaysini ishorasi qo'yilar ekan desa, sinus qo'yiladi. Bunikini qo'yib ketib qolmaydi. Tushunarli? Keyingisi. Agar men o'rtada minus tursa, o'shanda plus minus bo'lib ketmaydi. Yo'q, umuman. Sinus pi taqsim 2 yana nimaga o'zgaradi? Kosinus alfaga o'zgaradi. Ishorasini to'g'rilaymiz. Pi taqsim 2 ga yurdi, plus alfa ikkinchi chorak o'tadi. Sinus ishorasi nima edi bu yoqda? Demak, buni ham oldin nima bo'ladi? Plus. O'zi plus yozilmaydi, plusdan ko'zlar uchun yozib qo'yaman. Tushunarli? Keyingisi. Sinus pi da o'zgaradimi? Yo'q. Mahraj ikkili degan narsa yo'qmi bo'ldi? O'zgarmaydi. Ya'ni sinus nima qolar ekan? Sinus alfani o'z qoladi. Ishorasini to'g'rilaymiz. Pi ga yurdi, ozgina orqaga qaytdi. Ishorasi nima bo'ladi bu? Plus. Plus bo'ladi. Savollar? Pi taqsim 2 bo'lgancha sinus o'zgarmadi, o'zgarmadi. Sinus pi da o'zgarmaydi, o'zini yozaman, to'g'rimi? Ishorasini to'g'rilaymiz. Pi ga yurdi, plus alfa 3-chorakmi? Sinus 3-chorakda ishorasi oldiga minus qo'yamiz. Shunda plus alfasi oldinga yuramiz, minus alfasi orqaga. Xuddi shunaqa. Plus bo'lsa oldiga, minus bo'lsa orqaga qarab yurasiz. Birinchi faqat 180 ga qarab yetib kelishingiz kerak. 3 pi taqsim 2. Ikkisi bormi? O'zgaradimi? Qaranglar, mana bu 4 turgan bo'lsa, 6 turgan bo'lsa o'zgarmaydi. Tushunarli? Xo'p. Nimaga o'zgaradi? Kosinus alfa. 3 pi taqsim 2 ishorasini aniqlaymiz. 3 pi taqsim 2 ga yurib keldi. Minus alfa orqaga qaytadimi? Bu yerda sinus ishorasi nima edi? Buni oldiga qo'yib qo'yish kerak. Sinus. Tushunarli? Sinus yana kosinus alfaga o'zgaradi. Ishorasi. Xo'p, 3 pi taqsim 2 keldi, to'g'rimi? Plusda 4-chorak o'tadimi? Sinus ishorasi bu yoqda ham sinus 2 pi da o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Yo'q, o'zgarmaydi. Sinus alfaligacha qoladi, to'g'rimi? Minus alfa degani birinchi 2 pi ga yetib keladi. Mana bu qaranglar, 2 pi. 2 pi ga yetib keldimi? Minus alfa orqaga qaytib keladimi? Mana bu yerdan o'tadi. Shunasini o'ylayman. Xo'p, 2 pi da yana o'zgarmaydi. Sinus alfaligacha qoladi. 2 pi ga keldi, to'g'rimi? Plus alfa birinchi chorakmi? Sinus ishorasi birinchi chorakda. Savollar bormi? Yo'q. Savol. Qiynalsin? Izlashlar. Xo'p. Şimdi sinus kosinusdan bo'ladi, misol kosinus pi taqsim 2 plus alfa bo'lsin. Yoki kosinus 2 minus alfa bo'lsin. Xo'p, kosinus pi taqsim 2 ni ko'rganda nimaga o'zgarar ekan? Sinusga, ya'ni kosinus sinusga o'zgaradi, sinus kosinusga. Tushundinglar? Demak, sinus alfa bo'ladi. Kosinus pi taqsim 2 ga keldimi? Plus alfa ikkinchi chorak o'tadimi? Ishorasi nima kosinusni? Buni oldiga nima qo'yib qo'yamiz? Tushunarli? Buni ishorasini qidirib yurmanglar. Buni ishorasini qo'yasizlar kosinusni. Kosinus 2 pi da o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? O'zgarmaydi. Kosinus alfaligacha qoladi. 2 pi ga keldi, ozgina orqaga qaytdi. Ishorasi Plus. Kosinus plus. Tushunarli? Tangens pi da o'zgaradimi? Nima qiladi? Tangens alfa bo'lib turaveradi, to'g'rimi? Qaranglar, pi ga yurdi, plus alfa degan 3-chorakmi? 3-chorakda sinus plus kosinuschi minusmi? Bo'lim ketsa bari ishorasi nima bo'lib ketar ekan? Tushunarli? Qarang, tushunarli? Qarang. Pi ga yurdiga plus alfa mana bu chorakmi? Tangens degani sinus taqsim kosinusmi? Bu yerda sinus minus, a kosinuschi yo'q, plus bilan teng ikkalasini. Qaranglar, sinus ham minus bu yerda, to'g'rimi?
Kosinus ham minusmi? Ikkita minus bo'linib ketsa nima bo'ladi? Tushunarli-ya? Tushundingizmi? Tushuninglar. Qolganlar-chi? Hop, tangens 3pi taqsim 2 da nimaga o'zgaradi? Tangens o'zgaradi. Tangens alfa bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ishorasini aniqlaymiz kerak. 3pi taqsim 2 ga keldi. Ozgina ortga qaytdi. Bu yerda kosinus taqsim sinus bo'lsa, kosinus ham minus, sinus ham minusmi? Demak, ishorasi baribir nima bo'ladi? Tushunarli-ya? Qaytib ko'ringlar-chi? Hop, misol uchun nechi bo'lsin? 2pi minus alfa. Nima yozaman? Birinchisi to'g'rimi? Ishorasini aniqlaydi, bexus. Savdo. Mana, ikkiga yurdi-ya. Ozgina ortga qaytdimi? Bu yerda sinus plus, a kosinus minusmi? Bo'ldi, plus bilan minus keldimi, u baribir bo'linib ketadi. Tushunarli-ya? Savollar bormi? Xo'p, keyin yana aniq joylar bor-da, bizga hozir ishlatamiz. Sizlar bilan kosinus qanaqadir 17 pi deb qo'yadi yoki sinus 25 pi deb qo'yish mumkin. Tangens farqi. Plus qaraylik. 24 deylik. Agar mana 17 pi 90 bo'ladigan bo'lsa, 90 bo'lsa, uni sizlar pi ga taqqoslab ishlaysizlar. Tushunarli? Xuddi kosinus pi degani-da bu. Tushunarli? Juft son bo'ladigan bo'lsa, bu juft, ya'ni 2pi ga taqqoslab ishlaysizlar. Chunki mana qaranglar. 2pi degani bitta to'liq aylanib kelish kerak. 24 pi degani ham to'liq 24 marta aylanib keladi. To'g'ri, 12 marta. 12 marta aylanadi. To'g'rimi? A pi degani mana bu kelib qoladimi? 17 pi degani qaranglar. Mana pi ga keldi. Mana bu aylanib keladi, yana 2pi bo'ladi. Toq bu yerda juft bo'lyapti. Chap tarafdachi toq. Juft, toq, juft, toq. Demak, pi nimaga to'g'ri kelar ekan? 17 pi ga. Tushundinglar? Savollar bormi? Demak, toq bo'lib qolsa pi ga, juft bo'lib qolsa pi ga taqqoslab ishlatganmiz. Hisoblayman bor. Qaranglar. Ikkita yo'li bor-da. Birinchisi, olasizlar 13 2 ga bo'lib oringlar. Faqat bu kichikroq bo'lsa ishlaydi, yaxshi qoida ishlaydi. 13 2 ga bo'lsak, necha bo'ladi? 6,5 emasmi? Ya'ni sinus 6,5 pi, to'g'rimi? Xo'p. Biz 6 pi ni bilamiz. 6 pi ga necha qo'shilib turibdi hozir? 0,5 mi? To'g'rimi? 6 pi ga 0,5 qo'shilib turibdi. 6 pi degani juftmidi? Ya'ni 2 pi bilan bir xilmi? Adem men buni sinus Mana sinus 6 pi plus 0,5 pi deb yozsam bo'ladimi? To'g'rimi? 6 pi kelib qolsa juft bo'larmidi? 2 pi ga to'g'ri kelarmidi? Sinus 2 pi plus mana bu qismini alfa deb tursam bo'ladimi? Sinus 2 pi plus alfa deb o'zgaradimi? Nima qoladi? Sinus alfaligicha qoladi, ya'ni 0,5 pi bo'ladi, to'g'rimi? Ishorasi nima bo'ladi? 2 pi ga keldi, 2 plus alfa ishorasi plus. Buni oldinma bo'lish kerak. Tushundinglar? Qancha tushundingizmi? sinus 6,5 pidan keldi olmishman. Mana 6,5 ni 6 pi plus 0,5 pi oldim. Shunda pi turgani uchun shunaqa yozib oldingizmi? Tushundingizmi? Endi 6 pi plus 0,5 pi deb yozsam bo'ladimi? 6 pi ni biz 2 pi ga taqqoslaydik. Chunki juft bu. Sinus 2 pi plus alfa da sinus alfa bo'lib ketadimi? Ishorasi plus bo'lar ekan. Endi mana 0,5 degani aslida sinus nima edi? Pi taqsim 5 mi? Mana oldin 1 bo'ladi. 1 2 ga bo'lsa 0,5 chiqadi. Sinus pi taqsim 2 90 dan nimaga teng? 1 ga. Tushundinglarmi? Ne kosinus bo'lib ketmadi yo pi taqsim 2 bo'lgani uchunmi? Ha, chunki bu chap tarafda pi taqsim 2 yo'q. Joyini almashtirsak kosinus bo'lib ketadi. Undan bir chiqadi joy. Hop, bu qiyinlik qilishlarga nima chiqamiz? Bu so'zga yapamiz. Bu o'zi oson usulmi? Ha, bu ham oson. Qarang. Bilasizmi, 13 pin bor-ku, bu hammasiga tushadi. 2 ga bo'linadigan qilib yozishim kerak. Bundoq bo'ladi. Sinus 12 pi plus pi taqsim 2 deb yozsam bo'ladimi? To'g'rimi? Barobar. Xohlasanglar 14 pi minus pi deydi. Farqi yo'q, javob bir xil chiqadi. Xo'p.
har bittasini xatma-xat bo'lardik. Sinus 12pi taqsim 2, to'g'rimi? Plus pi taqsim nechi? 2 mi? 12 ni 2 ga bo'larsak. 6pi plus nechi bo'ladi? Pi taqsim. Yana hozirgi narsa. Xo'p, 6pi nimaga to'g'ri keladi dedik? 2pi gami? Sinus 2pi plus alfa desam bo'ladimi bunisini? Sinus 2pi plus alfa da nima o'zgaradi? To'g'ri, o'zgarmaydi. Sinus alfaligicha qoladi, to'g'rimi? Sinus alfa nimaga teng? Taqsim 2 da. Tushunadi? Savol bormi? Tushundingiz? Savol. Nari sasar. Asosan hozir test qilib ko'rasizlar. 49.6 ga bo'lolmay qolasizlar. Xo'p, keyingisi qarang. 540 hisoblanadi. Endi bu hisob qiyinroq bo'ladi. Misol uchun 7 ni 3 ga bo'lsam, to'g'rimi? Nechtadan beramiz? 2 tadan. Xo'p, 6 bo'ladi. Qoldig'i 1, to'g'rimi? Endi 7 ni topish uchun 2 ni 3 ga ko'paytirib nechini qo'shamiz? 1. To'g'rimi? Mana 2 kere 3 6, 1 da qo'shsam nechi chiqadi? 7 mi? Xuddi shu qoidaga asosan buni ham shunaqa qilamiz. Qarang. 540 ni bo'lib olamiz 180 ga. Har safar 180 ga bo'lib ishlaysiz. Qisqaroq usul. Nechtadan bersam bo'ladi? 3 tadan bersam bo'lar ekan. To'g'rimi? 180 ni shunda 500 nechi bo'lyapti? Qoldig'i nechi bo'lib qoladi? Ha, bu yerda nima qilamiz hozir? 3 ni 180 ga ko'paytirib nimani qo'shamiz? 0 dami? Xo'p, bu 0 tushib qoladi. 180 nima edi? Pi mi? 3 ga pi ni ko'paytirsam nima chiqadi? 3 pi mi? Ha, demak bu nima ekan? Ko'rishimiz 3 pi mi? Ko'rishimiz 3 pi dan nimaga teng? 3 pi bo'lib qolsa, pi bo'lardi, ya'ni toq bo'lib qolsa, to'g'rimi? Ko'rishimiz pi da minus 1 ga teng. Chap tarafda ko'rishimiz. Sizlarga tushdimi? Hozir shunda toq bo'lgan uchun toq tashlab ketdik, pi deb oldik. Xuddi shunaqa. Agar 4 pi bo'lganda 2 pi deb olardim. Savollar bormi? Dur, kim tushunmadi? Davom etavering. Keyingiz. Hisoblang. 3630 nechiga bo'lamiz yana? 180. Xo'p, 363 olamiz, to'g'rimi? Nechtadan bersam bo'ladi? 2ta. 2tadan bersam 360 mi? Aytsa 30 mi? 30 qoldi. 30 qolar ekan, demak. 2 ko'paygan 180 plus nechi? 30. Mana 180 degani 2pi plus nechi bo'ladi? 30 mi? Ha, demak buni o'rniga shu narsani yo'q emas. 20 pi bo'ladi. 20 bo'ladi. Chunki mana buni ham nol bor-ku. To'g'rimi? Chunki hozir mana 2 ga 180 ko'paytirsa 360 mi? 360 ga 30 qo'shsanglar shu javob chiqishi mumkinmi? Chiqadimi, chiqmaydi? Yo'q, chiqmaydi. 3630 ga 30 qo'shsangiz chiqadi. Tushundingizmi? Xo'p, mana bu shunda nechi bo'ladi? 20 mi? Nima bo'ladi? 20 mi? 20 pi, to'g'rimi? Tushundingiz? Shunda Xonanda o'rniga yozaman. So'rang. ana sinusdan 180 ga qoldik pini, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Keyin necha o'sha ko'paytirgan bo'lsak, hech chiqqan javob bo'lsa 20 pi qo'yamiz. Masalan 4 pi chiqsa, 4 chiqsa 4 pi deb yozamiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xo'p, 20 pi juftmi, to'qmi? Endi nima bo'lsa bo'ladi? Sinus pi plus 30 mi? Xo'p, 30 degani alfa deb tursam bo'ladimi? Sinus pi plus alfa da sinusligicha qoladi. Alfa bo'lib, to'g'rimi? Ishorasi qarang. Sinus 30 gaz bir taqsim. 2pi ga yurdi. Plus alfa. Bu yerda sinus ishorasi plusmi? Endi javob nima bo'lar ekan? 1 taqsim. To'xtang. 2 pini 30 gradusda oldingmi? Nima deysiz? Yo'q. 20 pi juftku. Qaysiga to'g'ri keladi? 2pi ga to'g'ri. 30 o'zini ko'rsatdim. 30 o'zgarmaydi. Bu to'g'ri. Tushunadi? Buni alfa deb to'g'ri. Sinus 2pi plus alfa da sinus alfa bo'lib qoladimi? Shunda 2 pi 1 ga tengmi? Siz nima deyapsiz? 2pi 1 ga teng. Ana sinus 2 pi. Nega sinus 2pi ni? Biza biza boy. Mana bu nima bo'lyapti? Sinus 2pi plus alfa bormidi? Sinus 2pi ni ko'rgandek nima o'zgarmasdi? Sinus alfagacha qoladi aytdim, to'g'rimi? Ha, o'shaqa aytdim. Bu 2pi ni ishlatdingizmi sizlar? O'shada aytdim-da, boyagi formula yozganimiz bo'yicha nima yaratmasdi deb o'yladim.
Nima sizlar tushunyapsizlar, Sardo? Bu yoqda hamma primitiv. Hatto Alloh, esladim. to'g'rimi? Tushundinglar? Xullas o'sha boyaga o'tganlarni hammasini o'qimayman. Tushundinglarmi? Ha. Taqsim chiqdi. Nima qilar ekanmiz? 180 ga bo'ldi, 20 qoldi 30 bo'ldi, to'g'rimi? 20 ni 180 ko'paytirib plus 30 dedik. 20 ni 180 degani pi degani 20 pi plus 30. Olib kelib yozdim. 20 pi degani juftmi? 2 pi ga to'g'ri keladi. 2 pi plus 30 deb oldik. Buni alfa deb turibman. Sinus 2 pi plus alfa deb o'zgarmaydi. Sinus alfagacha qoldi. Sinus 30 gradusni nima ayting? Taqsim 2. Tushundinglarmi? Hop, keyingisini hisoblaymiz. Burchlari bir xilmi? Bu alfa bo'lsa ham bu ham nima bo'lardi? Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa qaysi formula? Kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa. Yodlamaysizlar, to'g'ri? Ha, o'zi formula bo'lib turibdi. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa kosinus 2 alfani beradi. Oxirgi darsda Ha, bo'ldi. Esladim. nechi bo'ladi? Kosinus 150 mi? Kosinus 150 eslarda bo'lsa keltirib oladi. Taqsim 60. Kosinus yoki 90 plus 60 xohlasanglar 180 minus 30. To'g'rimi? Faqat mana bu birinchi tanlagan burchagimiz, tamam, birinchi tanlagan burchagimiz aylanib 4 ta nuqtasidan bittasi yozish kerak bo'lib o'tganlar. Tushundinglar? Eslarga tushyaptimi? 60 plus 90 qo'shilib qiynalasiz. Hop, 90 degani pi taqsim nechi? Kosinusda. Ha, kosinus pi taqsim 2 plus alfa desam bo'ladimi? Kosinus pi taqsim 2 da nimaga o'zgaradi? Sinus. Sinus alfaga, ya'ni 60 ga, to'g'rimi? Ishorasi qayerda? Kosinus 90 gradusga yurdi. Plus alfa bu yoqdami? Bu yoqda ishorasi nima ekan? Minus. Oldiga nima qo'yamiz? Sinus 60 gradusda 1 taqsim 2 mi? 1 taqsim 2. Minus. Savollar bormi? Qiyin emasmi? Oddiy hisob kitobda ketadi. Tushunasizlar? Hop, hisoblaymiz hozir. Nima qilamiz? Yana nechiga bo'lamiz? Bo'lamiz. Endi 40 chiqsa kerakmi? Hop, nechiga bo'ling? 4ga. To'rtga. 723 olamiz. Hop, necha olamiz, to'g'rimi? 4 tadan bersam, bundoq qilsalar ham bo'lar ekan, xolos 40 tadan bersalar 7200 bo'ladi. Aytdimi? Tushundinglar? Xohlasanglar mana bunaqa bo'laveringlar, bitta berib javob qilishadi. Aytsam nechi qoladi? 30 mi? Ya'ni 40 ni ko'paytiramiz 180 ga va qo'shamiz qoldig'ini 30 da, to'g'rimi? Mana pi bo'ladigan bo'lsa 40 pi plus 30 mi? Yoz boraman. Kosinus 40 pi plus nechi? 30 minus 900 bo'lamiz nechiga? 180. 5 tadan qilib o'zi 900 bo'lib qoladi. Tushundinglar? Qoldiq chiqarishga harakat qilmaydi tamam. Buni ham bo'lishim kerak, 900 bilmayman. Hop, 5 ko'paygan 180 plus 0 mi? 5000 o'zi ekanda, to'g'rimi? To'g'rimi? Hop, 40 pi 2 pi ga to'g'ri keladimi? Mana buni alfa desam bo'ladimi? Kosinus 2 pi da o'zgaradimi? Yo'q, kosinus alfagacha qoladi. Birinchi yozib turaman. Kosinus alfagacha. Alfani rubini necha turibdi? 30, to'g'rimi? Ishorasi qayerda? Hop, 2 pi plus alfa. Kosinus 2 pi ga keldi, to'g'rimi? Plus alfa bu chorakka o'tadimi? Ishorasi nima bo'ldi? Plus olishim shartmi oldiga? Hop, minus sinus 5 pi degani o'zi qiymati bor o'zi qarayapti. 5 pi degani pi ga to'g'ri keladimi? Yani sinus pi da Mahmudda sinus nima ekan pi da? 180 gradus. Sinus qiymati nechiga teng? Sinusda. Yo'q, yo'q. 0. 180 ga qiymati. Yo'q, 1 mi? Minus 1 mi? 0 bo'ladi. Sinus pi da mana qaraydi. Bu yoq tomonda sinus. Mana bu nuqtada qiymati minus 0 ga tengmi? Nima qolib ketdi? Faqat kosinus 30. Yuzasida 3 taqsim. Nima savollar bor, so'raylik. Ishlamay qolasizlarga hozir yaxshilab tushunolmasak. To'plamni
O'tganimiz bundan qiynaldi sizlarni esingizda. Adashib ketadi, bilsangiz. Orqa plandagi qiynaldi. Deyarli bir xil. Qolgan bir xil. Ho'p. 4 hisoblaydi. Birinchi qilgan ishimiz qaydaman? Minus plusdan hal qo'yaylik. Kosinus minusni ko'rganda nimaga aylanib ketardi? Ya'ni nima qoladi? Kosinus 9 pi, to'g'rimi? Hop, sinus minus ko'rganda oldiga chiqaradimi? Minus 2 ta sinus keyingiz. Hop, kotangens minus chiqarsa o'rtasida nima ketadi? Plus kotangens 21 pi taqsim nechi? Hisoblaymiz. 9 pi degani pi ga to'g'ri keladimi? Kosinus pi deb yozib qo'ysam bo'ladimi? Boya aytdim. Mana 49 borib 6 ga bo'linadigan qilib yozishimiz kerak. Mana aytdim. 13 2 ga bo'linadigan qilib yozdik esingizda? 12 pi plus pi. 42 ga tushib ketdi. 48 olsak bo'lmaydimi? 48 pi plus pi taqsim 6 mi? Olisida qo'yish qo'ydi, olisida qo'ymaydi. Kotangens bunichi o'z ko'rinib turibdi. Nechi bo'ladi? 20 pi plus pi taqsim 4. Tushunarli? Hop, kosinus pi degan 180 gradusni kosinus 180 nimaga teng? Minus 1 ga teng. Chap tarafda. Tushunarli? Minus 1 ga. 2 ga tegmayman, sinus 48 6 ga bo'larsam bo'ladimi? Nechi bo'ladi? 8 pi plus pi 6 ga bo'linadimi? Yo'q, shunchaki pi taqsimni yozib qo'yamiz. 6. Tushundingizmi? Yo'q, 6 pi emas. Plus kotangens 20 pi ni 4 ga bo'lsam 5 pi plus pi taqsim tushunarli? Soddalashtiramiz. Minus 1 minus. Mana bu 8 pi degani juftmidi? 2 pi ga to'g'ri keladimi? Sinus 2 pi plus alfa desam bo'ladimi? Sinus 2 pi ni ko'rganda o'zgaradimi? Sinusligicha qoladi, to'g'rimi? Ishorasi 2 pi plus alfa bo'layotgan qarang. To'liq aylanib keldi, to'g'rimi? Plus alfa birinchi joyga o'tadimi? Ishorasi nima bo'ladi? Plus kotangens 5 pi degani pi ga to'g'ri keladimi? Hozircha plus qo'yib turdik. Kotangens pi da o'zgarmaydi, o'zi qolardi, to'g'rimi? Pi plus alfa qarang. Kotangens pi plus alfa. Bu ishorasi nima? Kotangens kosinus ham minus, sinus ham minus. Ikkalasi plus. Demak, o'rtada ishora nima qilmas ekan? O'zgarmas ekan. So'ngra bo'lsa bu minuslar minus. Sinus 30 gradusda nimaga teng? Taqsim kotangens 45 gradusda 1 ga tengmi? Bular qisqaradimi? Minuslar, minuslar, pluslar. Javobni chiqargan? Shundan so'raganman, savolga bor. Ana plus va minus nimaga o'shani so'raymiz? Qaysi? Masalan, 5 pi. Mana bumi? Agar minus bo'lib qolganda variant, mana plus minusga aylanib ketadi. To'g'rimi? O'sha qatdan bo'la olmasa? Mana qarang, kotangens Masalan, pi plus taqsim to'g'ri bilinmasa. yo'q, u to'g'risin. Biz buni pi taqsim to'g'ri alfa deb qaraymiz faqat. Hop. Tushunarli? Kotangens pi plus alfa bo'ldimi? U aniq kotangensligicha qoladi, to'g'rimi? Chunki mana maxraj yo'q. Endi pi ga yurdiga mana. Plus alfa degan mana bu chorak ko'rsatadi. Xo'p, bu yerda kotangens ishorasimi? Kosinusi ham minus, sinusi ham minus. Ikkalasi bo'linib ketsa nima bo'ladi? Plusmi? O'shaning uchun yo'lda plusgacha qoldi. Agar minus bo'lib qolganda ishorasi o'zgaradi. Tushunarli? Savol bormi? 4800 hisoblanadi. Xo'p, mana buni joyiga turibdi, bu ham joyida. Faqat mana buni ozgina to'g'ri olishimiz kerak ekan. Sirab hisoblaymiz. Kosinus pi da o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Kosinus alfaligicha qoladi, to'g'rimi? Pi minus alfa bor. Pi ga yurdi. Minus alfa desa ortga qaytadi. Bu yerda kosinus ishorasi. Hozir nima qo'yamiz? Minus. 3pi degani nimaga to'g'ri kelardi? Pi gami? Kosinus pi minus alfa. Hozir javob chiqdi-yu. Kosinus alfa chiqdi, faqat oldin nima bo'ldi? Mana demak mana bu ketadi. Tushundingmi? Mana to'g'rimiz. Qarang. Joyni almashtirsam oldiga nima chiqardi? Sinus minusni chiqarib yuboradi yo plusga aylantiradi? Pluslar. Sinus. Mana qarang, joyni almashtirsam
Maniki minus chiqib qoladi oldiga. Sinus minusni ko'rganda oldiga chiqaradimi Fotima? Bundan minus nimaga aylanib ketadi? Sinus pi minus nima bo'lib qoladi? Yo'q, shunday Sardor. Ko'paytirilgan. Buni ham joyini almashtirsam minus oldiga chiqadimi? Mana minus nimaga aylanib ketadi? To'g'ri, plus. Sinus 3pi minus nima bo'lib qolar ekan? Hop. Kosinus alfa bilan ko'chiraman. Yana bitta kosinus alfa, ikkita kosinus alfa bo'lib qoldi. Sinus pi deb o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Sinus alfaligacha qoladi, to'g'rimi? Ishorasi kerak bizga. Pi ga yurdi. Minus alfa ikkinchi ishorami? Sinus ishorasi bu yoqda plus. Hop, ana 3pi turibdi. 3pi degani pi ga to'g'ri keladi. Yana shu narsa bir xil ekan. Men bu yerga yozaman. Tushunyapsizlarmi? Savollar bormi hech qachon? Qaysi? Qara. Mana bu sinus. Qara. Mana ikkalasini joyini almashtirdik. Bundan minus chiqdi, to'g'rimi? Buni joyini almashtirganimiz bundan ham minus chiqadi. Ana ishorasida sinus pi. Mana bumi? Sinus pi da o'zgarmaydi, sinus alfagacha qoladi. Endi qarang. Pi ga yurdi. Minus alfasi orqaga qaytadimi? Bu yerda sinus ishorasi nima edi? Plusmi? Adem o'rtadagi ishora o'zgaradimi? Plus qo'yamiz ama shu. O'zi plus bo'lib ketyapti. U plus, o'sha bundan chiqqan plus bu minusga o'zgartira oladimi? Mana bundan plus chiqdi. Ikkalasini ko'paytirsak, baribir minusgacha turaveradi-ku. To'g'rimi? Ama ishorasini qo'yayotgansa o'sha plus bosdi. Yo'q. Ko'paytiraman, chunki o'rtasida ko'paytirish bor. Buniki ham plus bo'ldi, ikkita plus bari plus o'tadi, minus ko'paytirsak bari minus. Xo'p, ko'paytirsak kosinus alfa nima beradi? Kosinus alfani kosinus alfaga ko'paytirsanglar, kosinus kvadrat. Bunisichi nimaga teng bo'ladi? 1 gami? Yo'q, birga teng bo'lmaydi. Bu formula boya yozdik mana. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Bu kosinus 2 alfa dedikmi? Mana bu ham xuddi shu narsa. Kosinus nima degan ekan? Tushundingizmi?